Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, kanalimiz podpishchiklari. Bugun Yashullan bansasining yonidan 900 kvadrat metr hovli joyimiz sotuvga qo'yilgan ekan. Shuni sizlarga obzorini ko'rsatib, ichalari bilan tanishtirib o'tamiz do'stlar. Yana bon tarafda ko'rsangizlar, Pajarning xotam bor. Orqasida bog'lari. Bu joyimizni 50-30, buning ham 30. 30'a 30. Bu yerda yana garajlari. Bu aslan giradigan xo'ta shuning tashkentskiy variantda solingan joyimiz. Bu yerda yana ziloniy zonalar yana yurib turganlaringizni eslatib kelib, joyimiz tayyor holatida turibdi do'stlar. Bismillahirrohmanirrohim. Kimda kim shunday joylarni niyat etib o'tirgan bo'lsa, hammaning niyatini yetirga Xudoy taolo. Hammamizning shu niyatimizni yetirga shunday joylarni olib o'tirishar. To'y tomoshalarni deb. Esa do'stlar ko'rsatib o'tamiz, bon tarafında ziloniy zonasi bu. Ziloniy zonalarında meyveler ekilib, yine görüp turganlarinizning üzümler ekilib turibdi, ajoyib bo'lib. Joyimizda bir yerlari oraları açık yuradigan. Shunday ochiq etib solingan. Bu yerda yana gaz o'chiruvchimiz qo'yilgan. Bon tarafında görüp turganingizdek, shunday orasi ochiq etib solingan G variantda. Bu andam ziloniy zonaları meyveleri var, meyve daraxtlari ekilingan. Şimdi görünüşte inin dostlar. Birini şu demolardan daça etseniz yaşasanızlar ham bo'ladi dostlar. Girip gelgenimizden bir yerde garajımız. Hadi garajımızdan gösterdik adama. Canlı garajımız bu dostlar. Yine iki maşin. Jeyim maşınlarına 2 maşin svobodniy sig'adi. Üstleri rossiyskiy ağaçtan bastırılgan. Pishgan xom aralash qurilgan joyimiz. Bon tarafında kolodopkasi bor. Bu yerinde kolodopkasi bor. Bu yerda kolodopkasi. Ben de yine görgenizden barbekü zonası bu barbekü. Bu barbekü zonasında şöyle rakvinaları, mangalı, kazalları tayyor holatında joyimiz do'stlar. Yine aytganimizdan bunday etib orasi ochiq qoldirilgan. Joyimizda hamma yeri tayyor holatında do'stlar. Görüp turganlaringiz yine barbekü zona, tapçalar qo'yilgan. Bir dam olib o'tiradigan mestasi bu joyimizda. Yine mavishni teyindining. Xolasanızlar bir yerdan mashin qo'ysanızlar ham bo'ladi. Qo'ymasanızlar ham shunday ko'rganlaringiz yine tayyor holatda turibdi joyimiz. To'g'ri girib yashaydigan. Asa do'stlar, ichan qismi bilan tanishtirib o'tamiz endi. Giraverishimizda shunday demir eshiklardan qo'yilgan yarma kapı ishlar yapışıp ketilingan chiroyli. Girganimizdan o'ng tarafimizda rakvinalar qo'yilib, shunday chiroyli qo'yibdilar. Avoydan urib eshiklarimizdan ko'ringlar. Eshiklarimiz ham sifatli, yaxshi eshiklardan qo'yilgan do'stlar. Patologlar natijada patolog atilingan. Yine ko'rib turganlaringizdek hamma yeri tayyor holatında do'stlar. Biri sanazeli. Sanazeline girsek Aristolar, Royal firmalar Aristolara qo'yilgan. Rakvinalarning chiroylisidan shunday turmush ishlar bilan zatilib taxlab qo'yibdilar. Registrlar tashlab o'tilgan. Bu yerda tasavvurdan kipur fotoğraflar. Da patolga kafilatilgan. Da patolga kafilatilgan. Pollarımızdan kafilatilgan. Patologumuz plastik patolog. Pollarımızdan biri parkent pollardan evvelki. Şimdi bir de kuxnyamiz do'stlar. Kuxnyamizga girsak shunday uголокlar qo'yilib, üstlar qo'yilib. Kuxnya mebellerini ko'ringlar do'stlar. Kuxnya mebellari ham
tayyor holatida turibdi. Eng yaxshi mebellardan qo'yilgan ko'kdamiz ham. Vichishchalar ham ko'ringlar, sensorli vichishchalar qo'yilgan. Bellar gatspirtamiz ham yaxshisidan qo'yilgan 500 lava. Pechkamiz ham qo'yilgan. Hamma yerimiz tayyor holatida do'stlar. Registrlarimiz ham tashlab o'tilgan, akvaplastik analar qo'yilgan, duv-konturli kachollar ham qo'yilgan. Devorimiz mo'ysha bo'yladan. Eshiklarimizni yana bir bor aytib o'tamiz. Yaxshi sifatli eshiklardan qo'yilgan. Rasulov eshiklaridan. Zalimizga girsak, zalimiz mo'ysha bo'ydan qo'yilgan. Patologlarimizni ko'rganlaringizdek chiroyli holatda figura berilib, ajoyib illyustratsiyalar chiroylisan ko'p turadi do'stlar. Devorlarimiz ham mo'ysha yaxshi bo'yladan qo'yilgan. Pollarimiz mustahkam, ajoyib parket pollar. Registrlar tashlab o'tilgan. 2 oynamiz ko'chaga qaragan do'stlar. Endi keyingi xonalarni ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda yana pesenda podvali bor. Ko'rsatib o'tamiz. Podvallar ham bor. Bunda koridorımızda registr tashlab, oynalar ko'chaga qaragan. Xonadonimizga kirib kelsak, bu zalimiz bu do'stlar. Gostinniy. Hamma yerimiz mo'ysha bo'ydan qo'yib, chiroylatib uzatganlar. Patologlarni ham ko'ringlar, vнимание обращать etib. Patologlarni ham yaxshisidan, lyustralarni ham yaxshisidan qo'yilgan. Do'stlar. Keyingi xonamizni ko'rsatamiz do'stlar. Pastda 2 zal, bir spalni tushgan. Birimiz mo'ysha bo'ydan qo'yib uzatilgan. Patologlarimiz figura berilib, natijada patolog. Konditsionerlar tashlab o'tilgan, registrlar tashalgan. Shuning ko'rinishida bu xonamiz do'stlar. Bu yerda yana holmizda shuning tennis ustalardan ko'p to'la. Devorlarimiz mo'ysha bo'yladan registrlar tashlab o'tilgan. 2 registrini ko'rib turganlaringizdek. Zinalarimiz ham chiroylatib taxtadan uzatilgan, shipchalar bilan ko'ringan figuralar berilib, naqshlar, laklar urilib, tayyor holatda turibdi. Masalan, do'stlar, ikkinchi etajni ko'rsatib o'tamiz. Ikkinchi etajdan chiqarishimizda shunday koridor tushgan. Giyatib, banda bir koridor tushgan. Birinchi, ikkinchi etaj uchun addiniy avtomatlar tashlab o'tilgan do'stlar. Ham birinchi etajga addiniy kotol o'tilgan, ikkinchi etajga addiniy qo'yilgan. Shuni ham aytib o'tamiz do'stlar. Yangi ko'rib turganlaringizdek, ikkinchi etajdagi bu do'stlar. Samozel ishining ko'rinishida dapatalga kafilatilgan. Registrlar ham tashlab o'tilgan biri. Bu yerda bir spalnimiz. Spalnimiz ham devorlardan mo'ysha bo'yladan urilgan. Patologlarimiz uchun chiroyli uzatilgan. Figura berilib, registrlar tashalgan, akvaplastik oynalardan qo'yilgan. Eshiklarimiz chiroyli Rasulov eshiklaridan qo'yilgan, eng qimmatli. Bu yerimizda zalimizning usti zal. Shundan katta zal tushgan. Mansard niyat uzatib qo'yibdilar bu yerni. Shundan ko'rinishda do'stlar. Shundan ko'rinishda xonamiz. Bu yerda endi yana bir spalnamiz. Bu
Urulan, moşa oylanan. Şunun görünüşleri, patologlarım çırayla düzeltilingen. Registrler tasap edilingen, polları parkent pol. Hem böyle müstakkem. Bir yerimiz bir dam alıp oturalım bir kichkina holatı koyup dolar. Registr tasalgan 3 tane. Şimdi keyingi xonamizda gösteramiz do'stlar. Bu xonamizda shunday görünüşdeyning. Patologlar yashab uzatilingan chiroyli etib ko'rib turganlaringizni. Do'stlar 1 2 3 registr tasalgan, aynalar qo'yilgan akvaplastik. Do'stlar, bu joyimizni ko'rsatib o'tdik ham meni. Место положения шул больницасының yanında kvadrat metri 900 kvadrat metr 30'a 30 do'stlar. Kimde kim qiziqtirgan bo'lsa shu joy ekranlardan nomerlarimizni qo'yamiz. Murojaat etsangizlar hamma informatsiyalarni tushuntirib, aytkalib, ko'rsatib beramiz do'stlar. Mesela hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz do'stlar. Like bilan podpiskani yerdan chiqarmanglar. Like podpiska etib borsanızlar, chiroyli xonadonlarni ko'rsatib borsa harakatlanamiz do'stlar sizlar uchun. Esa keyingi roliklarda görüşguncha deb qolamiz do'stlar.